Продолжение следует. И такой, endi galg'im yana ekan. Mana shu shigirlarni sevganman, to'g'risi. Bu ham ozgina tegdi qoldi mana. Даже rangi ham chiqmayapti уже. Mayli, nechun domda qilib tashlaymiz. Xullas kalom shunaqa gaplar qizlar. Bilmadim, balkim sizlar podkastga berarsizlar menga. Nima ishlada ishlab ko'rsa bo'ladi. Oila boqish kerak, bolalarimiz bor, arendamiz bor. Uni ustiga hozir qaynatamda juda ham og'ir kasal. To'g'risi yaqinda operatsiya qildirdik. Pulimiz bor edi, yo'qmasada bor pulimizga desa ham bo'ladi. Operatsiya qildirdik. Da doktorlarga rahmat. Da men bu nagli pul so'rashar ekanman. To'g'risi operatsiya tekin bo'ladi deb o'ylab bizani bunaqa narsaga ishimiz tushmagan. To'g'risi shu paytgacha operatsiya tekin dorilarni olib bersak bo'ldi deb o'yladik. Yo'q, operatsiyadan keyin sразу ana chiqdi kim? Men bu narkoz qiladigan, bilmayman, otam esimda yo'q. O'sha chiqdi. Bizga bilasiz, ana bir ikki so'm berish kerak. Bizda o'sha oxirgi 6-7 million pulimiz, dorilarni olganmiz, kopeyka pulimiz yo'q-da o'sha paytda. Aytdi, glyukoza topib kelinglar. Butun boshli onkologiyada glyukoza yo'q. Biz ketdik, qidiryapmiz, yaxshi erim o'rtoqlari hammasi topib berishdi. Men anaqa pul berishdi, kartaga pul tashlab berishdi, ozgina borib glyukozalarni oldik, olib kelib berdik. U nagli aytdi, bizani anu haqqimizda berasizlarmi? Men aytmayman-da. Nechta pul berish kerak? Nagli $100 aytdi. Men aytmayman-da. Xo'p, imkonimiz bo'lsa albatta beramiz. Yordam обязательно beramiz, minnatdor bo'lamiz. No, yo'q-da, odamlar bitta narsani doktor